Har 3000 bola uchun bittadan pediatr shtati yangidan qo'shiladi, dedi Prezidentimiz tibbiyot sohasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishda. Endilikda tibbiyot brigadasi hamda unga biriktirilgan aholi o'rtasida huquq va majburiyatlarni belgilovchi ikki tomonlama shartnoma tuziladi. Aholi oilaviy shifokorni erkin tanlaydi. Bu jarayonlarga xususiy oilaviy shifokorlar ham jalb etiladi. Tibbiy yordamning kafolatlangan paketi tasdiqlanadi va paket doirasida tibbiy xizmat va dori vositalari to'liq budjetdan qoplanadi. Shuningdek, poliklinikada akusher-ginekologlar 2 barobar ko'payadi. Har 3000 bola uchun bittadan pediatr shtati yangidan qo'shiladi. Bundan buyon birlamchi bo'g'inda yarim yoki 0,5 stavka bo'lmaydi. Barcha shifokor va hamshiralar faqat to'liq stavkada ishlaydi. Umuman tumandagi mahalla va oilaviy shifokorlar punktlari, oilaviy poliklinikalar faoliyati maqbullashtirilib, 12 mingdan ko'p odamga xizmat qiladigan 7 ta yirik poliklinika, qolgan 27 tasi kichik poliklinika sifatida qaytadan tashkil qilinadi. Tumandagi markaziy poliklinika esa tuman shifoxonasining maslahat diagnostika bo'limiga aylantiriladi. Barcha tor soha mutaxassislari shu yerda ishlaydi.